Assalomu alaykum hammaga. Sankt-Peterburg shahrida yurgan do'stlar, yaqinlarga aytamiz. Dokumentlaringga ehtiyot bo'linglar. Ko'chada hozir ko'p insonlarni mentlar to'xtatib, qayerda turasan, nima qilasan, qayerda ishlaysan deb vопросlar beryapti. Обязательно javob berishga harakat qilinglar. Kimdan kim registratsiyasi chek falishka qilib to'lab yurgan bo'lsa, iloji boricha dokumentlaringga ehtiyot bo'linglar. Toza to'lashga, toza qilishga registratsiyani. Hozir patent masalasi juda ham qiyin bo'lib qoldi. Ish masalasi, любой joyda masalan ishga kiraman desa, обязательно birinchi dokument so'rayapti. Do'stlar, ehtiyot bo'linglar. Shoshilinglar. Самое главное, ishonchli insonlarga qildiringlar dokumentlaringni. Chekni обязательно toza to'langlar. Kimda kim falshivka qilgan bo'lsa, keyingi dokumentini qila olmayapti. Ko'p insonlar. Mana FMISga borgan videolarimni ham tashlaganman. Tomosha qilinglar. Обязательно like, подписаться bosib, kommentariyani bomba qilib to'ldirib tashlanglar do'stlar.